أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Inshaalloh bugungi video darsligimizda telefonni nol holatiga keltirishlik, umuman ichidagi hamma ma'lumotlarni o'chirib tashlab telefonni yangi sotib olingan vaqtda qanday bo'lsa o'sha holatga keltirish haqida gaplashamiz. Ya'ni shunchaki tozalash emas, shunchaki ichidagi ma'lumotlarni o'chirish emas, qo'ldan kelgancha qayta tiklashlik imkoniyati bo'lmagan darajada ma'lumotlarni o'chirib tashlashga haqida gaplashamiz. Bu narsa telefonini almashtirayotganlarga yoki telefon sotayotganlarga yoki umuman shaxsiy ma'lumotlarni xavfsiz saqlamoqchi bo'lganlarga foydali bo'ladi inshaalloh. Avvalo birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz musulmon o'laroq Alloh taologa itoat qilamiz, Alloh taologa ishonamiz. Har narsa Allohdanligiga iymon keltirganmiz. Shuning uchun bu masalalarda ham avvalo biz Allohga ishonishimiz kerak. Subhanalloh, kanalimiz yurtganimizdan beri shu narsalarga guvoh bo'lyapmiz. Birodarlar musulmonman deb da'vo qiladi, lekin xavfsizlik masalasida haddan oshib ketib qolamiz ba'zi o'rinlarda. Mana bunday qilsam kuzatadi, mana bunday qilsam kuzatmaydimi, undaymi, bundaymi. Bebarakatlar. Qo'lingizdan kelgancha, qurbingiz yetganicha, ilmingiz yetganicha sababini qiling, qolgani Allohdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Makkada azoblanib, Makkada zulm uchragandan keyin Madinaga hijrat qilishni boshlagan vaqtida, Makkadan chiqib ketayotgan vaqtida kofirlar Rasulullohni ko'rmaydi. Kofirlarning oldidan o'tib ketadi Rasululloh, lekin Rasulullohni ko'rishmaydi ular. Alloh taolo bu haqida oyat ham indiradi. Yosin surasida Bismillahirrohmanirrohim. Va ja'alna min bayni aydihim sadda va min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Biz ularni oldidan ham to'siq qildik, orqalaridan ham to'siq qildik, ko'zlariga parda tortib qo'ydik. Bas ular ko'rmaslar deydi Alloh taolo. Shunday ekan, avvalo Alloh taoloning qo'lida bu narsalar aka. Balkim siz eng kuchli sabablarni qilarsiz. Kompyuterlarda qanaqadir juda ham kuchli cleaning tozalash qilarsiz, lekin Alloh subhanahu va taolo sizning zohir bo'lishingizni xohlasa, Alloh taolo ma'lumotlaringizni ham o'zingiz ham zohir qilib qo'yadi. Va buni aks o'laroq Alloh taolo siz xatar qilishni xohlasa, albatta Alloh taolo telefoningizga umuman tegmagan bo'lsa ham, sizda ichida ma'lumot to'lib yotgan bo'lsa ham, bu Alloh taolo siz boshqalardan xatar qilib qo'yadi. Ya'ni bu ish mutlaqo va mutlaqo Allohga bog'liq aka. Biz hozir gaplashmoqchi bo'lgan gaplarimiz hammasi shunchaki sabab bobidan. Avvalo Allohga taqvo qilishimiz kerak. Chunki kimki Allohga taqvo qilsa, Alloh taolo unga va may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Alloh taolo unga chiqish yo'lini qilib qo'yadi. Ya'ni muammolarga kalit berib qo'yadi. Va yarzuqhu min haythu la yahtasib. O'zi o'ylamagan tarafdan uni rizqlantirib qo'yadi Alloh taolo. Va may yatawakkal alalloh fa huwa hasbuh. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Alloh taolo o'sha insonga kifoya qiladi deydi Alloh taolo Tahrim surasida. Bundan tashqari Alloh taolo yana bir boshqa bir oyat aytadiki, in tattaqulloha yaj'al lakum furqona. Agar sizlar Allohga taqvo qilsanglar, har ishda Allohga taqvo qilib yashasanglar, Alloh taolo sizlarga haq va botilni ajrata oluvchi fahm berib qo'yadi, farosat berib qo'yadi dedi. Shuning uchun biz, ya'ni bizni hamma muammolarimizni kaliti, hamma ishkallarimizni yechimi bu Allohga taqvo qilishda. Biz agar Allohga taqvo qilsak, yuqorida oyatlarda aytganimiz kabi Alloh taolo bizning fahmimizni ochadi, zehnimizni ochadi, zakiyligimizni ochadi va oramizdagi muammolarni ham yechib tashlaydi. Va duo o'laroq bo'lsa, shu tepada aytgan oyatimizda kelgan duoni aytsa bo'ladi. Kimdir agar bir ma'lumotlarimiz oshkor bo'lib qolishidan qo'rqsak yoki o'zimizga xavfsizligini o'ylasak, shu duoni o'qisak bo'ladi. Yosin surasidagi 9-oyatda kelgan duomiz va ja'alna min bayni aydihim sadda va min khalfihim sadda va aghshaynahum fa hum la yubsirun deb duo qilishligimiz to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Ya'ni bizni ularning oldidan ham to'siq qil, orqalaridan ham to'siq qil va ko'zlariga parda tort degan ma'noda. Xo'p, bularning barchasi musulmon o'laroq qilishimiz kerak bo'lgan va ruhiy jihatdan tayyor bo'lishimiz kerak bo'lgan holatlardir. Endi sabab bobiga keladigan bo'lsak, telefon tozalashlikda umumiy hamma bilgan zavod sozlamalar qaytarish, ya'ni sbros deb qo'yamiz, sbros deb ishlatamiz, chunki shu tushunarliroq. Sbros qilsa aslida kifoya deb o'ylaydi ko'p inson. Yo'q, shunchaki telefonni shu ichida ma'lumotlar bo'lgan holatda turibdi, birdaniga sbros qilsangiz, aksar holatlarda uni kompyuterga solsa yoki bo'lmasam qaysi bir usullar bilan qayta tiklab olsa bo'ladi. Ma'lumotlar qaysi vaziyatda tiklanadi, qaysi vaziyatda tiklanmaydi, bu haqida ko'makda Telegram sahifamizda batafsil post yozganmiz. Shunga o'tib foydalansanglar bo'ladi, ko'rsangiz bo'ladi. O'shanda ma'lumotlarni qanday holatda tiklasa bo'ladi, qanday holatda tiklasa bo'lmaydi, agar tiklasa bo'lsa qanday usulda tiklasa bo'ladi, shu haqida batafsil yozilgan. Bu yerda umumiy aytib ketadigan bo'lsak, agar telefoningiz shunday ichida ma'lumotlar turibdi, shunchaki
Nastroykaga kirib turib, sozlamalarga kirib turib, shunchaki zabrос borsiz, foyda bermaydi. Qayta tiklanib qolishi ehtimoli katta bu ma'lumotlar. Biz hozir ko'rsatadigan usul bilan telefoningizni hattoki kompyuterga solib, serverga solib ham tiklash deyarli imkonsiz. 100% demaymiz albatta, tiklanishi mumkin. Lekin bizni qo'limizdan keladigan maksimum sabab, maksimum ishni qilamiz inshaalloh hozir. Tartib muhim bunda. Qo'ldan kelgancha tartibga amal qilganimiz yaxshi. Va birinchi qiladigan ishimiz telefonimizdagi xotira kartasi, ya'ni chip deydi, CD kart deydi-yu, shularni chiqarib tashlaymiz. Agar telegramlarimiz yoki boshqa narsalarimizni avvaldan o'chirib bo'lgan bo'lsak, sim kartani chiqarib tashlaymiz yoki sim bo'lmasa ham sim kartani oxirida chiqaramiz. Birinchi qilgan ishimiz shu bo'ladi. Sim kartalarni, chiplarni chiqarib tashlaymiz. Hop, undan keyin qilgan ishimiz Telegram tozalaymiz. Telegramni nimaga bunaqa bitta ilovalarga tozalab chiqyapmiz deydigan bo'lsa, shu xavfsizroq. Ya'ni bu yerda men tushuntirmoqchi bo'lgan asos nima? Telefoningizni sbros berishdan oldin telefoningiz zotan pokiza bo'lsa yaxshi. Ya'ni sbros berayotgan vaqtingizda sbros ishlash tizimi bor-da, shu zavod sozlamalarga qaytarishda. Shu zavod sozlamalarga qaytarayotgan tizimni tiklasa bo'ladi qaysidir ma'noda. Tiklash birmuncha osonroq. Shuning uchun biz shunday qilishimiz kerakki, telefonni sbros qilishdan oldin telefonimiz zotan pokiza, ichida hech narsa bo'lmagan bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Telefonni sbros qilishimizdan oldin telefonimiz bo'm-bo'sh bo'lsa va undan keyin sbros qilsak, sbros qilganda ham 2 marta sbros qilsak, inshaalloh telefonimiz tiklash qiyin. Ya'ni birinchi telefonimizni polniy hamma yo'ldan tozalab chiqamiz. Undan keyin bitta sbros beramiz. Sbros berganimizdan keyin telefon qayta tiklanadi. Bir 5-10 daqiqadan keyin yana bitta sbros beramiz. Inshaalloh mana shu uslubda bo'lsa, telefon xavfsiz bo'ladi. Endi buni bosqichma-bosqich tushuntirib ketaman. Yuqorida aytganimdek, birinchi qiladigan ishimiz telefonimizdagi agar CD karta, chip bo'lgan bo'lsa, o'shani chiqarib tashlaymiz. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz Telegram borasida. Hop, Telegramimiz sozlamalar qismiga kirganimizdan keyin mana bu yerdagi maxfiylik va xavfsizlik bo'limiga kiramiz. Va bu yerdan bo'lim turibdi. Shu email orqali telefonimizni hisobga kirish emailiga elektronik pochtamizni biriktirib qo'yamiz. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsak, Telegramimizga qaytadan kirishligimizda bizga qulaylik tug'diradi. Bu haqda alohida post yozilgan Telegram kanalimizda. Vaqt cho'zilib ketmasligi uchun shu postga havola qoldiraman video ostida. Shu postni o'qib, bu usulni mutlaqo tushunsangiz bo'ladi noldan. Ya'ni Telegramimizga qaytib kirishligimiz uchun bu usul juda ham muhim. Birinchi shuni sozlab olamiz va bu yerda turgan 2 bosqichli tekshiruv yoniq ekanligi ishonch hosil qilishimiz kerak. Undan keyin mana bu yerda ushbu vaqt davrida kirmasin deb iloji boricha ko'proq vaqtga belgilab qo'yishimiz kerak. 1 oy yoki 3 oy qilib qo'ysak bo'lmaydi. Chunki masalan 1 oy qilib qo'ysak va telefonimizni pulni tozalaganimizdan keyin ma'lum bir sabablar tufayli 1 oy ichida Telegramga kira olmay qolsak, 2 oy, 3 oy ichida Telegramga kira olmay qolsak, Telegramimiz avtomatik o'chib ketib qolishi mumkin. Agar shunga rozi bo'lsangiz, mayli qolaversin. Yo'q, men endi qachon kirishimni bilmayman Telegramga, cho'zilib ketib qolishi ham mumkin deydigan bo'lsangiz, 6 yoki 12 oy qilib belgilab qo'ysangiz yaxshi. Keyingi qiladigan ishimiz mana bu kontaktlarni sinxronlash funksiyasini o'chirib qo'yishimiz kerak. Chunki buni o'chirib qo'ymasak, qaysidir bir tanishimizga biz Telegramimizni o'tkazib beradigan bo'lsak, vaqtincha shu Telegramni sizda turib tursin, telefonimni tozalab, ma'lum bir ishlarim bor, shu ishlarimni bitirib kelgandan keyin qaytadan sizdan Telegramimni olaman degan vaqtingizda, bu odam Telegramingizga ulangan vaqtda sizni kontaktlaringiz, sizni tanishlaringiz u odamga ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun bu funksiyalarni o'chirib turgani ma'qul. Undan keyin ma'lumot va xotira bo'limiga kiramiz va bu yerda turganimizda xotiradan foydalanish bo'limiga kirib, bu bo'lim haqida ham Telegram sahifamizda alohida post bor. Shuni o'qib chiqasiz. Keshni tozalash tugmasini bosamizda tozalaymiz. Xavotir olmang, bunda hech qanaqangi muhim ma'lumotlaringiz boshqa narsa o'chib ketmaydi, bemalol qilsangiz bo'ladi va buni maksimal kesh hajmini 5 gigabaytga tushirib qo'yamiz. Va bu yerda guruh chatlari va boshqa kanallar, hikoyalarni esa eng kam muddatga qo'yamiz. Masalan, kanallarni 1 kun, hammasini 1 kun qilib chiqamiz. 1 kundan keyin ma'lumotlarimiz avtomatik tarzda o'chib ketadi. Undan keyin ma'lumotlardan foydalanish qismini pastga tushib, statistikani asliga qaytarish qilamiz. Saqlash joyi bizga kerak emas. Shu bilan Telegramimizni bir qator tozalab oldik inshaalloh. Agar Telegram bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni keyinchalik ham ehtiyojimiz tushadigan bir Telegram bo'ladigan bo'lsa, boshqa insonga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'lsa, shu yerda o'tkazib qo'yaylik. Kimgadir o'tkazishimiz kerak bo'lgan bo'lsa. Agar yo'q, o'tkazishim shart emas, Telegramni polni noldan o'chirib yuborishim kerak degan bo'lsak, buni eng oson usuli mana shu bot
delete account botga kirasak, eng osoni shu. Ba'zi Telegram mod versiyalarida boshqacha usullari ham bo'lishi mumkin. Lekin men bilgan eng oson usul shu. Tepadagi havolaga diqqat qilamiz. Delete account bot. Aynan shu silka bo'lishi kerak. Shunga kiramiz-da, start tugmasini bosamiz va bizga endi arabcha chiqyapti bizda. Menimcha bu bot arablarniki bo'lsa kerak, bilmadim. Start tugmasini bosamiz, kontaktni ulashni qilamiz. Telegramdan kod keladi. Mana bu xabar. Shu xabardagi mana bu joyda keltirilgan kodni botga yuboramiz va natijada bo'ldi. Biz Telegramimiz mutlaqo o'chib ketadi. Taktuga bilan tiklab bo'lmagan bo'lib o'chib ketadi. Bu eng oson uslubi. Xo'p, Telegramni tozalab bo'ldik. Kimgadir ulab berish kerak bo'lsa ulab berdik yoki bo'lmasam o'chirish kerak bo'lsa o'chirdik Telegramimizni. Undan keyin nima qilamiz desa, undan keyin biz o'zimizga kerakli bo'lgan telefonimizdagi ma'lumotlarni bir yerga olib qo'yishimiz kerak. Xohlasangiz bir CD kart chip qilib o'shunga olib qo'ying. Xohlasangiz Telegramda guruh ochib shunga tashab qo'ying. Men masalan shaxsan shundan foydalanaman. Xavfsizroq, ishonchliroq bo'ladi. Chunki masalan 10 gigabaytlik shaxsiy narsalarim bo'lsa 10 gigabaytlik chip topishim kerak, keyin u chipni ko'tarib yurishim kerak. U chip kuyib qolishi mumkin va hokazo. Chunki eng zo'r ma'qul varianti, ham oson, qulay, tez bo'lgan varianti Telegramda yopiq guruh ochib olaman o'zimga. Oddiy Telegram guruh ochish, start bosamiz. Guruhga nom beramiz, masalan, omborim. Masalan, o'zim shaxsiy omborim. Guruh yaratildi. Guruh yaratilgandan keyin nastroykaga kiramiz, sozlamalarga kiramizda, mana bu yerda chatlar tarixini ko'rinadigan qilib qo'yamiz. Bo'lmasam, boshqa profilimizdan kirsak bu guruhga oldingi tashlagan ma'lumotlarimiz ko'rinmay qoladi. Va mana bu joyda guruh turini maxfiy ekanligiga e'tibor qaratamiz va buni tagida kontentni saqlashni cheklash yoqib qo'yamiz. Shunda hech kim bizga kira olmaydi ham, lekin adashib bizning guruhimizga kirib qolsa ham shu shaxsiy ma'lumotlarimizga uni hech yoqqa ko'chira olmaydi. Yoqib qo'yamiz. Va bu yerda men mavzularni yoqaman. Istasangiz yoqing, istasangiz yoqmang, lekin yoqishni tavsiya beraman. Shuni yoqamizda ro'yxat holatida keltiramiz va bizda mana bunday shaklda paydo bo'ladi. Shunda plyusni bosamiz, masalan, shaxsiy rasmlarim. Shaxsiy rasmlarim deymanda tuzaman va bu yerga rasmlarimni tashlayman. Jo'natdim rasmimni. Mana bu yerda rasmlarim. Yana bitta guruh ochamanda, masalan, hujjatlar. Va bu yerga hujjatlarimni tashlab qo'yaman, misol. Va hokazo ketaveradi. Xohlagan vaqtimda guruhimga kiraman, rasm kerak bo'lsa rasmga kirib rasmlarimni ko'raman, hujjat kerak bo'lsa hujjatga kiraman, yana qo'shimcha kerak bo'lsa plyusni bosib qo'shimcha qilib ketaveraman. Va mana bu guruhimizda mana bu havolasini, mana bu havolani o'zimga qog'ozga yoki biror narsaga yozib olsak qulay bo'ladi. Qulayroq bo'ladi inshaalloh. Shunday qilib rasmlarimizni, videolarimizni, har xil hujjatlarimizni saqlab olsak bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi qiladigan ishimiz telefonni o'zini shaxsiy tozalash ilovasi bor. Masalan, menda mana bu ilova xavfsizlik ilovasi. Boshqa telefonlarda ham bor. Har bitta telefonda o'ziga yarasha bor bunaqa ilova. Shu ilovaga kiramiz. Va bu telefonni o'zini tozalovchi ilovasi. Hech qanaqangi internetdan yoki Play Marketdan tozalovchi ilovalar tortib yurmang. Mana shu ilova eng zo'ri. O'ziniki. Bu yerda tozalovchi degan tugmani bosamiz. Hech qanaqangi ma'lumotlar o'chib ketmaydi. Faqatgina axlat bo'lgan, musor bo'lgan ilovalargina o'chib ketadi, ma'lumotlar ya'ni. Hop, tozalash qismini bosamiz va tozalanadi ichidagi ma'lumotlar hammasi. Undan keyin antivirus qilib, telefonda antivirusdan tozalaymiz, tezlikni oshiramiz. Chuqur tozalash orqali videolarni, ilovalarni, katta fayllarni hammasini o'chirib tashlaymiz bir chekkadan. Nimaga aynan bu yerda o'chirish kerak desangiz, shu yerdan o'chirsangiz taktugi bilan yo'q bo'ladi-da. Shu yerdan o'chirsangiz taktugi bilan yo'q bo'ladi. Ilovalarni hammasini shu yerdan o'chirib tashlaymiz. Umuman bitta ham ilova qolmasligi kerak. Telefonni o'zining ilovalarini iloji bo'lsa o'chirib yuborsangiz bo'laveradi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz esa Google ni tozalash bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz Google tarixini tozalab tashlaymiz. Google ga kiramiz, Chrome'ga. Va mana bu yerdan 3 nuqtani bosib, tarixni bosamizda, bu yerdan brauzer ma'lumotlarini o'chirish qismini bosib, brauzer ma'lumotlarini o'chirib tashlaymiz. Bu muhim, o'chirish kerak. Undan keyin nastroyka sozlamalar qismiga kiramizda, pastroqqa tushamiz. Va bu yerdan Google qismiga kiramizda, va bu yerdan Google hisobini boshqarish qisib,
Agar, ushbu Google hisob bizga kerak emas, umuman qiziq bo'lmagan bo'lsa, o'chirib tashlaymiz taktivi bilan. Yo'q, kerak menga deydigan bo'lsak, uni ichidagi ma'lumotlarni tozalaymiz, kifoya. Google akkauntda nimalar saqlanib bo'lib qoladi desangiz, YouTube videolaringiz, masalan, qaysidir videolarga layk bosgan bo'lsangiz yoki qaysidir videolarni keyinchalik ko'rishga saqlab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni YouTubengiz o'chib ketadi. Ya'ni YouTube ilovasi qoladi, lekin yangidek bo'lib qoladi. Agar Googlengizni almashtiradigan bo'lsangiz. Shu o'chib ketadi asosan. Play Marketda qanaqadir pullik obunalaringiz bo'lsa, shular o'chib ketadi. Yoki shunga o'xshagan narsalar o'chib ketadi, lekin telefoningizdagi qanaqadir rasmlaringiz, videolaringiz, ilovalaringiz o'chmaydi. Mm, Agar shunchaki tozalayman, o'chirmayman ichidagi ma'lumotlar deydigan bo'lsangiz, ma'lumotlar va xavfsizlik bo'limiga kiramiz va bu yerdan veb va ilovalardagi faoliyat tarixi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Bu haqda ham ko'makda sahifamizda e'lon qilganmiz. Mana bu yerda o'chirish tugmasini bosamizda hamma harakatlarni o'chirib tashlashlikni bosamiz. Va shunda bizda aytganimdek mana Googledagi hamma ma'lumotlarimiz o'chib ketadi. Tiklab bo'lmagan qilib o'chib ketadi. Va shunday qilib Google tariximizdagi o'tmishdagi harakatlarimiz, ya'ni istoriyamiz deb qo'yadi-yu, shular o'chib ketadi inshaalloh. Yo'q, meni Google'imni ham taktik bilan o'chirib olmoqchiman deydigan bo'lsangiz, bitta orqaga qaytamizda, mana shu ma'lumotlar va xavfsizlik, ma'lumotlar va maxfiylik bo'limini eng ostiga tushsak, bu yerda Google hisobini o'chirib tashlash degan bo'lim bor. Shuni ustiga bosamizda, tasdiqlash kodini bosamiz, shaxsimiz tasdiqlaymiz, davom etishni bosamiz va bizda Google hisobimiz tak tugi bilan o'chib ketadi. Keyin umuman qaytib tiklab bo'lmaydi. Hatto o'zimiz ham qaytib tikla olmaymiz. Nol bo'lib o'chib ketadi. Hech kim tikla olmaydi bu Google'da. Xuddi shunaqa. Xo'p, Google ishi hal. Demak, Google'ni saqlab qolmoqchi bo'lganlar ichidagi ma'lumotlarni tozaladi. Yo'q, saqlamayman, butunlay o'chirib tashlayman deganlar butunlay Google'ni o'chirib tashladi. Undan keyin qiladigan ishimiz fayl menejerdagi ma'lumotlarni tozalash. Tashqariga chiqamiz. Mana bu fayl menejeri hammada bor. Ba'zida provodnik deb yozib qo'yadi, fayl menejeri va hokazo. Shu bo'limga kiramiz va bu yerdagi hamma faylni o'chirib tashlaymiz. Chunki biz bu tepadagi bo'limlarda o'zimizga kerakli rasmlarimizni, videolarimizni, audiolarimizni Telegram guruhimizga, maxfiy Telegram guruhimizga yoki bo'lmasa maxfiy bir CD karta qilib, CD kartani joylab qo'ydik. Shuning uchun buning ichida hozir kerakli ma'lumotimiz qolmadi. Shuning uchun hamma ma'lumotlarni hammasini o'chirib tashlaymiz. Lekin tabiiyki mana bu yerdagi Android papka o'chmaydi. Shuning uchun Android papkani belgilamaymiz. Qolgan hammasini o'chirish tugmasini bosib o'chirib tashlaymiz. Hammasi o'chib ketgandan keyin Android papkaga kiramiz va bu yerdagi media degan bo'limga kiramizda. Mana shu yerdagi hammasini o'chirib tashlashimiz kerak. Bu muhim. Juda ham muhim. Hammasini o'chirib tashlaganimizdan keyin bo'ldi, provodnik bilan ishimiz bitdi. Endi bemalol telefonimizni sbrost, ya'ni zavod sozlamasiga qaytarish tugmasini bosib, zavod sozlamalariga qaytarib qo'ysak bo'ladi. Telefonimiz bo'm-bo'sh bo'ldi. Sozlamalar qismiga kiramizda telefon haqida bo'limiga kirib, eng pastdagi zavod parametrlariga qaytarish tugmasini bosamiz va barcha ma'lumotlarni o'chirib tashlash tugmasini bosamizda kutamiz. Bu yog'i ma'lum. Shunda telefonimiz o'chadi. Ichidagi hamma ma'lumotlar zotan o'chib ketadi. Nimaga bu yerda zotan hamma ma'lumot o'chib ketar ekan, tepada bitta-bitta tozalab chiqdik deydigan bo'lsak, shunisi eng qulay. Ko'pchilik qilgan xato mana shu. Birdaniga zavod parametrlariga qaytarish tugmasini bosib qo'yadi. Bunday qilmaslik kerak. Mana hozir biz nima qilyapmiz? Zavod sozlamalariga kirib, zavod parametrlariga qaytaryapmiz telefonni, lekin hozir telefonimiz zotan pokiza, zotan top-toza. Lekin biz yana ham tiklab bo'lmagan darajada ma'lumotlarimizni o'chirib tashlayotganligimiz uchun, tiklab bo'lmagan darajada qilayotganligimiz uchun tepada bir boshda hamma ma'lumotlarni tozalab chiqdik. Zavod parametrlariga qaytaramiz. Telefonimiz mutlaqo yangidek bo'ladi, tozalanadi, o'chadi telefon, qaytadan yonadi. Yongandan keyin 5 daqiqa kutamiz. Iloji bo'lsa internetga ham kirib hech narsa qilmaymiz, 5 daqiqa shunchaki kutamiz. 5 daqiqadan keyin yana qaytadan sozlamalarga kiramiz, zavod parametrlariga qaytarib chiqamiz, yana bitta sbros bosib qo'yamiz. Shu bilan inshaalloh bizning ma'lumotlarimiz qayta tiklab bo'lmagan holatda o'chib ketadi inshaalloh. Hop, bugungi videoda tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Alloh taolo aytgandek, "Wala tuxafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ulardan emas, mendan qo'rqinglar agar musulmon bo'lsanglar dedi. Shuning uchun avvalo Alloh subhanahu va taolodan so'ragan holatda
Bu qilayotgan ishlarimizga hech kim 100% kafolat bermaydi. Bu bizni qo'limizdan keladigan eng maksimal sabab. Natija Allohdan. Shuning uchun, Alloh taolo o'zimizni ham, ma'lumotlarimizni ham o'z hifzida saqlasin inshaalloh. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin, taqvo bersin, zuhd bersin inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va natubu ilayk.